Mana traktorimiz sotilibdi akalar. Nechinchi yil aka? 23 aka. 23 bitta petnos bor. Yurganichi? 60 ming. Necha pul oldi? 14700 ga. 14700 ga baraka bo'ldi. Mana o'rtoqlar traktorlar ham arzon bo'lib ketibdi. O'ta arzon bo'lib ketdi. Ha, primerda o'zi ekan. Ana o'rtoqlar. Traktorlar ham arzonlab ketibdi. Mana 12 savdo bo'lyapti. Lebo ya, bu yerda aralashma bozor ko'cha. Bir-biriga aralashib ketgan. Ha, labolar ham bo'ladimi? Ha, bor, o tepada laboda hammasi turibdi. 10X mana 2025-yil ishlab chiqarilgan 17000 kilometr ekan. Bu krediti bor shekilli, 8000 deb qo'yishibdi. Bu krediti bormi? Yetti mingga bermabdi mana. Hozir shu paytda 50 million 5% krediti bor ekan, 50 million so'm. Undan tashqari 50 milliondan tashqari 7000 dollar pul berishyapti ekan mana. Holat go'zal ekan, 17 ming yuribdi. Gazi yo'q a? Aka Navoda mana chet ellarda boshqalarda qiziqib qolgan do'stlarimiz, aka-ukalarimizga bo'lsa nomeringizni aytib yuborsangiz. 94lik 94lik 350 350 4 4 telefon qilib olasizlar aziz vatandoshlar mana. Rahmat aka. Go'zal ekan. Sotildimi? Assalomu alaykum, sotildimi aka? 130 mingga sotildi. Necha pul bo'ldi? 4650 bo'ldi. Krashasi bormi? Ha? Arzon bo'pti. Yo'q, video siz olmayapman, mashina narxi bilib qo'yyapman. Arzon bo'lib turasi. Ana, ko'ringlar mana. 4600 ham berib deyapti. 4600 ga 23 dedimi? Arzon, krashasi ko'p ekanda. Dumalagan shekilli. Mana 21-57 ming yurgan toza avtomat jalobga Cobalt sakadisiyami bor ekan, 9750 ga sotibdi. 9750 ga sotibdi mana. Hisobini mashina chiqib olasizlar, Cobalt ekanlar, 10 ming yonib yo'lda olaman deykanlar. 21 yurgani ham oz ekan, toza ekan. Bozorlar qizigandan qiziyapti o'rtoqlar. O'zimiz Gentrani ham olib chiqqanmiz. 15-yil 240 ming yurgan. Oldi kapoti betida krashkasi bor. Kim naq 6300 sanasa berib yuboramiz. Holati motor, korobka, hadovoy go'zal. 90lik 217 3077, 93lik 577 76 79 ga telefon qilib yuborasizlar. Bozorda odam ashincha mana hali. ...2010 yil MX Prasto gidravlik ekan mana. 2010 yil. O kraskasi eshiklarda bor ekan. 2000 dollar pul berishyapti. Foydalangani mashina pochta 2000 dollar pul berishyapti. Kilometri ham 256 ming ekan mana. Ichki holatlari mana. Yengil uyga minib turgan deb istayotganlar bo'lsa, o'rtoqlar mana narxlar bilib qo'yasizlar. Mana mashinalar, 22-23 ga beradi. Endi narxi misol uchun mashina qo'yish tayyorlab, chiroyli qilib. 10X 24-yil ishlab chiqarilgan. 24-yil ishlab chiqarilgan. Kilometri ham 57 ming dedi. 9750 qilishyapti. 3-payizda diskasi yo'q ekan mana. 3-payizda toza ekan. 9750 qilishyapti. Mana mashinaga qarab narx chiqara olasizlar. 10X olaman deyotganlar.